Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftixar Abdurshid. Bugun chorshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Bugun 8 aprel Sharq Turkiston Milliy Ozodlik armiyasining rasmiy qurilganligining 81 yillik xotir kuni. Bu munosabat bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyi barliq Sharq Turkistonliklarning mustaqillik, hurlik orzusining namoyandasi bo'lgan Sharq Turkiston armiya bayramini xotirlaydi. Yaqinqi zaman tariximizda 1944-yili 12 noyabr kuni G'uljida qurilgan Sharq Turkiston Cumhuriyeti hukumati 1945-yili 4-oyning 3-kuni hukumat yig'inida qabul qilingan 43-nomorli qarorga asosan 1945-yili 8 aprel kuni G'ulji shahrida maxsus harbiy parad o'tkazib, Sharq Turkistonning muntazam milliy armiyasining rasmiy qurilganligini jakarlagan va ayni vaqtdagi O'rta Osiyo jumhuriyatlari ichida eng muntazamlashgan va zamonaviy armiyasini qurib chiqqan edi. Shuningdan buyon Sharq Turkiston xalqi bu sharafli kunni iftixorlanish va g'ururlanish tuyg'usi ichida xotirlab kelmoqda. Sharq Turkiston hukumati 1945-yili 2-oyda Ili viloyatini butunlay ozod qildi. Navbatdagi harbiy vazifa Sharq Turkiston Cumhuriyeti o'zining partizan qo'shinlarini birlashtirib, muntazam zamonaviy armiya qilib qurib chiqishdan iborat bo'lib, qo'shinni umumyuzlik qurollantirish, harbiy mashqni kuchaytirib, butun Sharq Turkiston ozod qilishni nishon qilgan bu vaqt 1,5 million atrofida nopus bo'lgan Ili viloyatining to'liq ozod bo'lishi Sharq Turkiston Cumhuriyeti o'zining muntazam armiyasini qurishdagi shart-sharoitini hozirlagan va taqozo qilgan bir sharoitda edi. 1945-yili 2-oyning 6-kuni Sharq Turkiston Cumhuriyeti hukumati kengash yig'ini chaqirib, 19-nomorli qarorni ma'qullab, harbiy majburiyat o'tash qonunini qarorini o'tkazdi. Bu qonunda Sharq Turkistondagi 20 yoshdan 22 yoshgacha bo'lgan barliq grajdonlarning harbiy xizmat o'tash majburiyati borligi, harbiy majburiyat o'tash vaqti 3 yil bo'lishi belgilandi. Onundan boshqa Sharq Turkistonni to'liq ozod qilish uchun umumiy safarbarlik elib berish uchun 23 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan barliq erlarning vaqtliq harbiy majburiyat o'tishi, barliq harbiy chiqimni hukumat ustiga elishi, askar ofitserlarning kiyim-kechak, oziq-tulik, qurol bilan ta'minlashni hukumat bir tutash o'rinlashtirish, yerlik hukumatlar harbiy safga qatnashganlar oila tavobatlarining jon soniga asosan qo'shimcha yordam berish belgilanib, shu yili 2-oyning 10-kuni Sharq Turkiston Cumhuriyeti hukumat hay'ati armiyaning harbiy ta'minotini hal qilish uchun 21-nomorli qarorni ma'qulladi. 1945-yili 3-oyning 6-kuni Sharq Turkiston hukumati yig'ini ichib, Sharq Turkiston partizanlari bosh qo'mondonlik shtabini Sharq Turkiston Cumhuriyeti harbiy qo'mondonlik bosh shtabiga o'zgartish, bosh shtab tarkibida siyosiy bo'lim, orqa saf ta'minot bo'limi, harbiy sud mahkamasi, harbiy taftish mahkamasi, razvedka bo'limi, jang qilish bo'limi, kadrlar bo'limi, xo'jalik bo'limi qatorliq organlarning bo'lishi qaror qilinib, Rahimjon Sabir hojining yetakchiligida Ivan Palinov, Ahmadjon Qosimi, Teypachi Bastov, Zunun Teypov qatorliq kishilardan tarkib topgan hay'at Sharq Turkiston armiyasining harbiy tuzilmasi, intizom qoidalari, qo'shinlarning turi, hatto harbiy forma, bayroq, shundaqla barliq harbiy qurilmasiga munosabatli tayyorlik xizmatlarini ishladi. Ahmadjon Qosimi Turkiya, Saud ittifoqi, Iran, Iroq qatorliq davlatlar armiyasining tuzilmasi to'g'risida ko'p taraflama izlanib, qurilg'isi armiyaning harbiy tuzilmasi, harbiy formasi va boshqa taraflari to'g'risida tuzgan loyihasi bo'yicha armiyani Sharq Turkiston Milliy Ozodlik armiyasi deb atash, harbiy forma, qo'shin tuzilishi, unvon va boshqa tarafda Sharq Turkiston inqilobini qo'llayotgan, ma'lum darajada yordam ko'rsatayotgan Saud ittifoqi armiyasining modelini elish taklifi hukumat a'zolari va Cumhuriyetning tunji raisi Elxon To'ri tarafidan qabul qilinib ma'qullandi. Armiyaning harbiy formalari, unvon va qo'shin tarkib sistemasi Char Rossiya va Saud armiyasi modelini o'lgi qilgan bo'lsa-mu, ammo pagon, kakarlari va ordenlari, shuningdek kiyim va bir qism harbiy qoidalari yanada Sharq Turkiston Cumhuriyetining o'z aloyidligi, g'oyasi bo'yicha bekitilgan bo'lib, kakarlar Sharq Turkiston Cumhuriyetining davlat belgisi bo'lgan ko'kish ranglik oyning ichiga ilingan yulduz, yumaloq shaklda yasalgan. Harbiy bayroq yeşil ranglik bo'lib, bayroqqa Sharq Turkiston Cumhuriyetining davlat belgisi bo'lgan oy yulduz o'rinlashtirilgan va medal ordenlarga oy yulduz o'rinlashtirilib loyihalangan. Harbiy unvonlar töven
o'rta, yuqori va oliy darajalik unvon tuzumi bo'yicha ta'sis qilingan. Oliy daraja marshal, general leytenant bo'lib, marshal unvoni Sharq Turkiston Cumhuriyeti va Harbiy ishlar komitetining raisi Ilhon To'raga berilgan. Harbiy unvon atalg'ulari ko'pincha Sovet armiyasi atalg'usi bo'yicha ruscha ilingan bo'lsa-mu, amaliyotda bu atalg'ular xalqarada o'rtaq ishlatiladigan atalg'ular edi. Ya'ni armiya, korpus, diviziya, polk, batalyon, rota, marshal, general, polkovnik, mayor, kapitan qatorliqlar. 1945-yili 3-oyning boshlarida Ahmadjon Qosimi Rahimjon Sabir hojining o'rniga harbiy ishlar noziri bo'lib tayinlanadi. Shuningdan boshlab armiyaning bosh qo'mondoni shtabi va uning tarkibidagi bo'limlarning ta'sis qilinishi, qurilishi Ahmadjon Qosimning yetakchiligida olib berildi. Sharq Turkiston Cumhuriyeti muntazam qo'shinlari shuningdan boshlab rasmiy turda Sharq Turkiston armiyasi deb atalgan. Jiddiy tayyorlik qilish, partizan otryadlarni tartibga solish jarayonida G'ulja, Suydong va boshqa joylarda qurilgan polk, batalyonlar rasmiy turda Sharq Turkiston armiyasining muntazam otliq, piyoda polk, batalyonlarga o'zgartirish bilan bir vaqtda nurg'un yoshlar yangidan qabul qilinib, muntazam harbiy mashqqa o'rinlashtirildi. 1945-yili 4-oyning 3-kuni Sharq Turkiston Cumhuriyeti hukumat hay'ati yig'in chaqirib 43-nomerli qarorni ma'qulladi. 43-nomerli qarorda armiyaning birlikka kelgan harbiy formulari, harbiy unvonlarini qonunlashtirib, 1945-yili 4-oyning 8-kuni G'ulji shahrida murosim o'tkazib, Sharq Turkiston Cumhuriyeti armiyasining rasmiy qurilganligini jakarlash bekitilib, G'ulji shahri va uning atrofidagi bir qism polk, batalyonlar armiya qurilishini jakarlash va paraddan o'tishga jiddiy tayyorlik qildi. Komandir jangchilarga yangidan tayyorlangan Sharq Turkiston Cumhuriyeti Milliy ozodlik armiyasining harbiy formulari tarqatib berildi. 1945-yili 4-oyning 8-kuni G'ulji shahridagi tug' maydonida dag'dug'iliq murosim o'tkazilib, Sharq Turkiston Milliy ozodlik armiyasi qurilganligini Cumhur raisi Ilhon To'ra tantana bilan rasmiy jakarladi. Sharq Turkiston Cumhur raisi Ilhon To'ra, muavin rais Hokimbek Xo'ja va hukumatning barliq a'zolari shuning bilan bir vaqtda Sharq Turkiston Milliy ozodlik armiyasining bosh qo'mondonlaridan Sahbek Mononov, Zunun Teypov, Abdurimjon Hasanov, harbiy ishlar noziri Ahmadjon Qosimi qatorliq yuqori darajalik ma'muriy harbiy rahbarlar armiya qurilganligini jakarlash marosimida sahnadan o'rin oldi. Ilhon To'ra Sharq Turkiston mustaqilligining kapolati bo'lgan muntazam armiya, Sharq Turkiston Milliy ozodlik armiyasining rasmiy dunyoga kelganligini jakarlaganda, G'uljida harbiy ta'lim-tarbiya ilayotgan askarlardan boshqa G'ulji xalqi, maktab o'quvchilari, idora jamiyatdagi har soha kishilardan bo'lib 10 mingdan ortiq odam qatnashgan maydon guldaros olqish sadosiga to'ldi. Orqadan milliy armiyaning bosh, muavin qo'mondonlari, shtab boshliqlari va har qaysi qo'shinlar komandirlarining ismligini e'lon qildi. Onundan keyin har qaysi polk, mustaqil batalyonlarga Sharq Turkiston mustaqillik uchun olg'a degan xatlar tushirilgan oyil-tuzliq yeshil harbiy bayroqlarni topshirish marosimi o'tkazilib, Sharq Turkiston Cumhuriyetining eng oliy rahbari Ilhon To'ra o'z qo'li bilan bayroqni har qaysi qism komandirlariga topshirdi. Komandirlar bayroqni o'ng qo'l bilan yuziga besib turib topshirib elishdi. Bayroq topshirish oxirlashgandan keyin Milliy ozodlik armiyasining bosh qo'mondoni general Ivan Palinov qo'mondonligida Ilhon To'raning ijozati bilan har qaysi polk, mustaqil batalyonlar o'z reti bo'yicha paraddan o'tishga boshladi. Hayvatlik milliy armiya qismlari reti bo'yicha marsh dastlab paraddan o'tganda hayajonga cho'mgan G'ulji xalqi chavaqchilib olqish yangratdi. O'zining muntazam armiyasidan faxrlangan xalqimiz hayajon va suyunish ko'z yoshlarini to'xtata olmagan. Oyul-tuzliq ko'k bayroq, lozinkalar hamma yoqni qoplagan edi. Bu kun faqat G'ulji xalqining emas, balki barliq Sharq Turkiston xalqini hayajonga solgan Sharq Turkiston Milliy ozodlik armiyasining qurilishi, barliq Sharq Turkiston xalqining ozodlikka, hurlikka, mustaqillik orzusini namoyon qilgan bo'lsa, yana bir tarafdan Sharq Turkiston xalqining zulmga qarshi tajovuzchilarga bosh egmas qat'iy irodasi va kurashchan jasoratini namoyon qilib, tarixda unutilg'isiz izlarni qoldirdi. Bu bir millatning qon va asarlarga so'zilgan mustaqillik, hurlik orzusining tarixi. U bir hikoya yoki rivoyat emas. Shundaqla armiya bir davlat mavjudligining kapolati. Shu davlat xalqlari o'z davlat zaminida erkin, zulmdan xoli, farovon yashashining asosi. Armiyasi kuchli bo'lgan davlatlar boshqa davlatlarning tajovuzidan xoli bo'la oladi. Xalqlarmi zulmdan xoli, farovon yashaydi. Shundaqla ishonchimiz komilki,
Kurashchan Uyg'ur xalqi hamon bir kuni yana o'zining mustaqil jumhuriyatini va milliy armiyasini jazman qurib chiqadi. Dünya Uyghur Qurultayı bu münasebet bilan 1944-yildagi 2-chi jumhuriyatimizni barliqqa keltirgan qahramon ajdodlarimizga va bu sharafli yo'lda qurbon bo'lgan butun shahidlarimizga cho'nqur hurmatimizni qayta izhor qilib, Sharq Turkiston xalqining milliy armiya bayramini tabriklaydi. Tarixini bilmagan millat yer sharidan yo'q bo'lishga mahkumdir. Dünya Uyghur Qurultayı bu münasebet bilan Uyghur tarixi tadqiqotchisi, Uyghur umumiy tarixidan iborat 13 tomliq asarning muallifi Doktor Nabijan Tursun Efendi bilan Sharq Turkiston Cumhuriyeti va uning tarixi, Sharq Turkiston Milliy Armiyasining jang musofasi, taktikalari, qahramonliklari, Sharq Turkiston Cumhuriyetining qurilishidan Xitoy ishg'oliga uchirgan qadar Sharq Turkiston Milliy Armiyasining mavjudligini saqlab qolish uchun ilib borgan tirishchanliklari va uning oxirida 5-korpusga o'zgartirilib tarqitib etilishi haqidagi tafsilotlar haqida suhbat programmasi ilib borgan bo'lib, mushu oyning 11-kuni shanba Qurultayning YouTube kanalida qo'yiladi. Armiyarimizning tafsiliy tarixini bilmoqchi bo'lsangiz, mazkur suhbat programmasini qochirmang. Dünya Uyghur Qurultayı İcraiya Komitetining raisi Roshan Abbas va Uyg'ur tadqiqot markazining mudiri Abdulhakim Idrislar Gvatemalada diplomat uchrashishlar va akademik leksiya berish faoliyatlarini ilib borgan. Yig'in jarayonida ular Gvatemala tashqi ishlar muavin ministri Maria Lucia Ramirez, Yaponiyaning Gvatemalada turishliq bosh elchisi Kuana Ryosoki va Tayvanning Gvatemalada turishliq elchisi Vivi Jang qatorliqlar bilan ayrim-ayrim uchrashib, Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyati, majburiy emgak va Xitoy Kommunistik partiyasining dunyo erkinligiga elib kelayotgan tahdidlar haqida atrofli suhbat ilib borgan. Roshan Abbas va Abdulhakim Idrislar yana Gvatemaladagi xususiy universitet Galileo universitetida sistem qurilishi, telegraf, elektron va energiya sistemasi kasbidagi professorlar va o'quvchilarga Xitoyning sun'iy idrok, chiroy tonish va cho'ngsalliq ma'lumot aslarlaridan foydalanib, Uyg'urlarga qanday texnikalik qirg'inchilik yurgizayotganligi, Xitoyning birlashma urush supsi sistemasining Uyg'urlarni namoz o'qish yoki chet ellik tuqqanlar bilan aloqa qilish jarayonida qanday avtomatik farqlantirib tutqun qildiganligi to'g'risida leksiya berib, Amerika tarafidan jazolangan bu Xitoy texnik shirkatlarining hozir o'sha nazorat sistemalarini Latin Amerikadagi davlatlarga eksport qilayotganligini eskartib, buning butun dunyo demokratiyasi uchun bir tahdid ekanligini ta'kidlashgan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keyingi qitimliq sonimizgacha ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.